Biz bugün istidatlı, cesaretlik serkerde Seydiye Xandallıqının qurğuchisi Sultan Seyidxon bilan tanışıp chiqamiz. Sultan Seyidxon milodiya 1484-yili Turpanda tug'ildi. U Chingizxonning 11-nevarasi Chagatai davlatining xoni Alachixonning 3-o'g'li. Seyidxon 12 yosh vaqtida dadasi bilan birga Bobur Mirzo bilan bir safda turib, O'zbek xoni Shaybonixonga qarshi urushga qatnashadi. Bu urushda Seyidxon yaralanib, asirga tushib, Aqsh turmasida 1 yil jafoliq kun kechirdi. Janibexon O'zbek vali bo'lib kelganda Seyidxon turmadan chiqarilib, nazarband ostiga ilinadi. Seyidxon bu kunlarda maxfiy odam to'plab Naringa qochib keladi. Bu yerda bir mezgil tog'asi Sultan Mahmudxonga sadoqat bilan xizmat qiladi. Lekin u Sulton Mahmudning ayshi ishratga berilib ketgan turmushini ko'rib, bu yerga kelib xato qilganligini bilib, xondan yiroq holda bir tashkilot qurishni planlaydi va Sulton Mahmudxondan 7 suga berib kelsam deb ruxsat so'raydi. Mahmudxonning rad qilganidan ochiqlangan Seyidxon maxfiy holda bir tashkilot qurib, 200 dan ko'proq qurolli odam to'plab qochadi. Bu ishdan xabar topgan Sulton Mahmudxon orqadan lashkar avatadi. Ular urushib, Seyidxon yaralanib asirga ilinadi. Shunda qilib Seyidxon 2 yil bo'yicha nazarbanda yashaydi. Bu jarayonda izchil maxfiy holda atrofiga kuchli tarafdorlarni to'playdi. Seyidxon Hijriya 913-yili, milodiya 1507-yili tarafdorlari bilan qochib, Yettisuning valisi Xalil Sultonning qishig'iga kelib oladi. Xalil Sulton Seyidxonning inisi edi. Shu yili Seyidxon o'zini xon deb e'lon qildi va tog'asi Mahmudxonni yiqitish uchun harbiy harakatlarni olib boradi. Milodiya 1508-yili Seyidxon zo'r qo'shin bilan tog'asi Mahmudxonga hujum qilib, og'ir talafotga uchirdi. Sulton Mahmudxon Farg'onaga chekinish yo'lida vafot bo'ldi. Shuning bilan Tangri tog'lari shimolidagi Yettisu va Issiqko'l Seyid Xandallıqqa tava bo'ldi. Seyidxonning aksi Mansurxon lashkar tortib keldi va Seyidxon qarshi umumyuzlik jangga otlandi. Natijada Aka-uka o'rtasida Yettisu Olma-ota dalasida qattiq urush bo'ldi. Bu urushda Seyidxon og'ir mag'lubiyatga uchrab, odamlaridan ayrildi va Narinning jangallarida yushinib oldi va saqalgan ozg'ina odamlari bilan Sharqiy Turkiston tarafga o'tib, Tarim daryosi bo'yidagi Do'lan Uyg'urlarining orasiga keldi. Ammo uningga ular yordam qilish u yoqda tursin, aksicha suiqasd qilib, odamlarining ba'zanlarini o'ldirib, ba'zanlarini asirga oldi. Seyidxon o'zi yolg'iz bir ot, bir qilich bilan yana Naringa qochadi. U Narinda sarson bo'lib qochib yurgan odamlari va ayoli bilan uchrashib, bir yayloqqa yerlashadi. Bu yerda Sulton Abubakri Mirzoning odamlariga uchrab qolib, urushib yurib, aron qutuladi. Bu vaqtda Seyidxon sharqdan Mansurxon, janubdan Abubakri Mirzo, g'arbdan o'zbeklarning qo'rshovida qilib, xatarlik vaziyat ichida bo'lib, bir amal qilib Kabulga berib panohlanadi. Seyidxon Kabulda 2 yil turish jarayonida yaqin tunish bilishlaridan Chagatai va Koragan xondoniga mansub kishilar bilan aloqalashib fursat kutadi. Milodiya 1510-yili Shaybonxon Marvi shahridagi urushda Iron shohi Ismoil Safaviy tarafidan o'ldirilgandan keyin o'zbeklar boshsiz qoldi. Kabul sultoni Bobur Shoh bu vaziyatni fursat deb bilib, G'arbiy Turkistonga yurish qildi. Qunduzga kelganda Seyidxon tarafdorlarining o'zbeklarni mag'lub qilgan va yordam so'ragan xabari keladi. Shuning bilan Bobur Shoh Seyidxonni bir qism lashkarlar bilan Farg'onaga yo'llaydi. Seyidxon mashhur tutlik urushida Abubakri Mirzoni mag'lub qildi va Farg'onani oladi. Seyidxon Farg'onadan Bobur Shoh Samarqanddan ilgirlab mangdi. Bobur Shoh Abidxondan mag'lub bo'lib Kabulga chekinadi. Seyidxon Suyuchxondan zarbiya Farg'onaga chekinadi. O'zbeklar Abidxonning rahbarligida birlashib kuchli bir lashkariy quvvat bilan Farg'onaga hujum qiladi. Bu vaqtda Seyidxon o'zi yolg'iz taqobil turolmaydiganligiga ko'zi yetib, Farg'onani tashlab Chagatai va Koragan jamoatiga mansub 10 mingga yaqin kishilar bilan Naringa qochadi. Seyidxon o'zini o'ngishib olgandan keyin milodiya 1514-yili 7-oyda 4700 kishilik qo'shin bilan otishga keladi. Buni anglagan Abubakri Mirzo kuchli mudofaa elib boradi. Abubakri Mirzoning shafqatsiz hukmronligiga uchirgan xalq Seyidxonni qizg'in qarshi oladi va lashkarlarmi asosan qarshilik ko'rsatmay taslim bo'ladi. Natijada Abubakri Mirzo Ladakh tarafga qochadi. 36 yil xalqdan bulab olgan 10 necha tugi oltin boyliqlarni o'zi bilan birga elib mengishga ko'zi yetmay daryoga to'ktirib o'tadi. Seyidxonning lashkarlari Abubakri Mirzoni iz qo'g'lab tutib olib Ladakhda o'ldiradi. Seyidxon zafar quchib qo'shini bilan Yarkandga keladi. Milodiya 1514-yili 8-oyda Seydiye Xandallıqning xonlik taxtiga chiqadi. Yarkand shahrini xandalliqning poytaxti qilib bekitadi va yaqin yordamchisi Seyd Muhammad Mirzo Do'g'latni Amiri Kabir unvoni bilan vazir va Qashqar valisi qilib tayinlaydi va shuningga o'xshash viloyatlarga mu vali, harbiy qo'mondon va boshqa mansabdorlarni tayinlaydi. Abubakri Mirzoning xazinasidan musodir qilingan boyliqlarning yarmi davlat erishdi tuhfa ko'rsatganlarga berilib, qolgan yarmi davlat xazinasiga tashlanadi. Shunda qilib xalqdan 10 yil boj va har xil alvon yasoqlar kechirim qilinadi. Natijada Seyidxonni Seydiye Xandallıqning buyuk xoni deb taniydi. Sulton Seyidxon bir-birlab qarshi kuchlarni va
va isyonchilarni yo'q qilib, urush mezgilida besib olingan zaminlarni qaytardi. Sulton Saidxon milodiya 1514-yili qurgan Saidiya xondanligi milodiya 1679-yilgacha 165 yil hukm surdi. 19 yil taxtda o'tirgan Sulton Saidxon 1533-yili 7-oyning 9-kuni Tibetga qarshi elib mangan bir qatimliq g'azot jarayonida tutakda qilib 49 yoshida vafot bo'ldi. Marhum Sulton Saidxon vafot bo'lgandan keyin jasadi Saidiya xondanligining poytaxti Yarkentdagi oltin mozorga dafn qilindi. Sultan bulup han ötken Uygurum sen canda Alem şahit bolgandı Sen tarihni yazganda